Do'stlar, bugun yana bitta insonni xursand qilgani mana kelyapmiz hozir, mana gulni olib. O ana bitta onaxonimiz hozir shu issiqni demasdan, og'ir mehnatdan qochmasdan ish qilyaptilar. Assalomu alaykum xolajonim. Va alaykum assalom bolam. Sen bormi? Do'stlar, onajonlarimizni xursand qilish uchun обязательно qanaqadir bayram bo'lish shart emas. Bolam, eshitaman. Onaxon, bu gul sizga. Voy bolam, aha bu nima uchun menga beryapsiz? Shunchaki onajonim, shu gullardek ochilib yuring deyman-da, o'zi aslida men blogerman. Shunaqa videolar olamiz. Bir kunda bitta insonga yaxshilik qilmasa, ko'nglimiz to'q bo'lmaydi. Bolajonim, menga hech qachon hech kim gul sovg'a qilmagan edi. Baraka top. Nimaga yig'layapsiz onajonim? Xursandmisiz? Xursandsiz. Mana meni obunachilarimga nimadir deb qo'ying o'zingiz addushi. Hani Like deng. lakmi. Shunaqa bosinglar, shu bolamga bosinglar. Bering xolajon. Voy, bu gul menga edi-ku bolam. Xolajon nima deganingiz? Bugun bu gul bilan 5 ta odamni hali xursand qilishim kerak. Hammasi prosmotr uchun edi. Sog' bo'ling xolajon. Konkursda yutib olgan ishtirokchiga sovg'asini olib kelib topshirmoqchiman. Mana iPhone 14 hozir o'ziga topshirib, hammasini videoga olib sizlarga ko'rsatamiz. Voy, assalomu alaykum. Yo'qmi, o'zsanmi? Mana hozir sovg'amizni yutib olgan, halol konkursimizda yutib olgan sovg'amizni olib keldik, egasiga topshiramiz. Men kutgandim, men bilgandim haqiqiy ekan. Sizlar ham Manba akani profiliga obuna bo'linglar. Mana ayting obunachilarimga, biz siz bilan tanishmasmiz, to'g'rimi? Ishoninglar va sizlar ham menga o'xshab g'olib bo'linglar. Aka, holimda yaxshimi? Hamma yaxshi. Hammaga salom aytib qo'y, xo'p? Rahmat.